Gilam yuvish biznesi qancha daromad qiladi va qanday ishlaydi? Hozir ko'rib chiqamiz, aka. Assalomu alaykum. Tak, bu apparat nima vazifani bajaradi va necha pul turadi, aka? Bu apparat aka gilamlarni quritib beradi. Narxi 6000 dollar turadi. Va bitta mana shu apparatda o'zi 6000 dollar turadi. Xuddi shunaqa. Bunga yana nimalar ketadi qo'shimcha? Bunga endi qo'shimcha rotorkalarimiz ikkita bor. 1000 dollardan 2000 dollar ketadi. Общий, значит, 8000 dollar ketdi. Yana qo'shimcha karcherimiz bor. Ha. Karcherimiz ham shu 1000 dollar atrofida. Ha, значит, o'sha 9000 dollar. Demak, 9000 dollar bilan gilam yuvish biznesini boshlaversangiz bo'ladi. Joy o'zingizniki, to'g'rimi? Joy o'zimizniki, arenda olib boshlasa ham bo'ladi. Xo'p, endi qancha daromad qilasiz oyiga? Oyiga sezon payti 3000 dollargacha. Ha. Sezon emas payti 1500 ming topsa bo'ladi. Do'stlar, demak qaranglar, agar 9000 dollar pulingiz bo'lsa, sezonda 3000, qolgan payt 1,5 ming daromad qilsanglar ham bo'lar ekan. Xo'p, aka necha yoshdasiz? Yoshim 21da. 21da. O'zingizning biznesingizmi yoki ota-onangiz bilan? O'zimizniki. O'zingizniki, malades. 21 yoshda akamiz gilam biznesidan 3000 dollar daromad qilishyapti. Qanaqa mashinada yurasiz? Damazda. Damazda. Kamtargina bo'lib 3000 dollar daromad bilan mana Damazda yurishibdi. Malades aka. Niyat qildik. Niyat qilganlar bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Keyingi biznesimiz qaysi bo'ladigan bo'lsa, qancha daromad qilishini bilmoqchi bo'lsangiz, o'sha biznes nomini kommentariyada yozib qoldiring.